Bayram balalarga şadlık ataqlıq ama yana balalarning xo'shalligidan yurakları söyüngen atalarını bayram tantanasiga jo'r qiladi. Chunki farzand ota-onaning yurak parisi, arzu, umidi. Qanamiz endi diqqatinglar, dadi balaning bayram şadlığıda bo'lsin. Qani, marhamat. Abbaq Qozan, bugün bütün dünyadaki sizge o'xshash o'maq qo'zichoqlarning şadlıqqa to'lgan 1-iyul balalar bayrami kuni qizim. Ajab yaxshi. Bayramınğa mübarek Qozan, sizge baxit bengi yar bolsun. Söp güzel kelgüsü çehrenizden külke ketmişsin.
külke ketmişsin medet tabi külkenla Gam kaygıla kılmışsın bu zek Bizge medet tabi külkenla Bizge medet tabi külkenla Sıbat Yuqorida biz Parishta balla bag'risidagi balla tayyorlagan san'at numurlarini ko'rib to'liq huzurlandik. Ansam ilgari Parishta balla bag'risini bitirib hozir boshlang'ich maktabda o'qiyotgan o'quvchilar bag'risining bugungi qutlug' ma'rakasi uchun alayda sovg'a tayyorlab kelibdi-ku. Shundaq. Parishta ballar bag'risi o'z qo'yinda bizga o'xshash talayligan qushlarni hujum qildi, tarbiyaladi, aytimiz uchun asos soldi. Shunga bundaq sovg'alar albatta ko'pdan a. Ondaq biz ularning sovg'asini birlikda huzurlandik. Bo'ladi. Qani, marhamat. 现在开始做第8套广播体操，原地踏步，走。是山上风光彩，灿灿暖胸怀。是时代共同体，当光辉照万代。是时代共同体，让光辉照万代。伸展运动，预备起。我爱洗澡，乌龟跌倒，嗷嗷嗷嗷，小心跳蚤好多泡泡，嗷嗷嗷嗷，潜水艇在祷告。我爱洗澡，皮肤好好，嗷嗷嗷嗷，戴上羽毛长长跳跳，嗷嗷嗷嗷，美人鱼想逃跑。上冲冲下洗洗左左左右揉揉右，空再来握握手。上冲冲下洗洗左左左右
across the distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Altın ayının birinci günü. Xadicha, Subat. Xalqimizning tarixdan buyon saqlanib kelayotgan nurg'unlagan qimmatli ma'naviy boyliqlari bor. Sizlar qanchalik bilasizlar? Men bilaman, ili xalq naqshlari, chaqchaq maqol tamsiller. Ay, yaxshi. Yana Uyg'ur 12 muqami, ili sanami, ili mashribi. Nayt yaxshi, xeyli ko'p bildikansizlar. Әмия bayram qo'shallig'iga cho'mgan mana shunday xosiyatli minutlarda xalqimiz suyib, qadrlab, asrab, ta hozirgacha varislik qilib kelayotgan ana shu qimmatli boyliqlarimizdan zavq elishmo bizga o'zgacha huzur ato qiladi. Assalomu alaykum, 39 qiz. Assalomu alaykum, Ashraf Akli. Kamil Murshabdan hammanglarga otliq salom. Farishtalar mashribi başlashdan burun yigit bishini tanıştırıp ötey. Farishta 30 gol ölgüsü yigit bishi dilyan algı hizmet kılgısı. Assalamu alaykum Meşrep Bekli. Bugünkü meşrepte hizmet kılış mevcut peygamber hizmet. Şuna bütün vücudum bilen Meşrep Bekli için hizmet kılıben. Şirket bir şey meşrepini başlasak bulamdı. Kene tayarlık tutacağım olsa meşrep başlasın. Meşrep başlandı. Makami meşrep,
To'qqiz qizning ichidagi bir gul kichik farishtamiz Feruza bugungi mehrobga suvga ilib kelibdi. Qani ijozat bergaylar. Qani bu xush tavobi bilan sadosiga quloq solaylik. Yigitlerimizde İrfan meşrepke geçip gelip meşrepnin tertibini bozdu. Onun hakkında ceza varken qani o'qirsin. Hoş deb. Ümmetlik yigit bisi men mezhebning vaqtini bilmay kesib qaptiman. Abla balam çatak qipsan. Ha? Çatak qipsan. Bizde vaqt demeklik hayat demeklikdir degan gap bor. Sizlarninki hozirgi 1 minut vaqtinglarmi oltindan qimmat. Sizlar vaqtni chin tutib, tirishib o'rgansanglar, kelgusida cho'qim yaramliq odam bo'lsizlar. Men qara balam. Bizda hozir vaqt isrofchiligi nihoyat og'ir. Sizlar meşrebekliğe bir nima gösterib meşrebekliğini ko'ringlar. Maqul men meşrebekliğe yumuş yapılı. Efendim bacağı amcamcı. Alma deb turgandan keyin bizi unku olmayıptı. Amagan keyin piyaz besini yapakça açıldık. Keyin yinipti. Efendim amın açık olacağını demek. Amma desem özünüz adınız yok depti. Günü malim ortada madasatı da kan geçini istip cümle düzümlerken bir çağdaş kumuma çay isteyeyim dedim ki onu aç yaptım. Kan edip ki kan çayını istedi ip gitti. Yigit beşi günaydın ötemdik. Öteli. Günayыңды ötüptük balam otur bağın. Yigit beşi ruhsat kılsınız Gülçay oyunu başlarsak. Buladı şet. Bilen adayım tesiz basın. Gülçay oyunu başlandı. Assalamualaikum meşrep ehli. Periştede kışkıver ilim pendin kışkan tulmen. Yaxşı oqub dərsi sürümli. Çoğun bulğanda alim bölümə. Mən bu Gülçayni dostum şahanalığı tuttum. Rahmet. Assalamualaikum meşrep ehli. Halatlık peşte bulup ağrıqlağa dərmən bulmən. Arzuyum qayıtış üçün tersimən yaxşı oquyman. Mən bu Gülçayni dostum şeydəgə tuttum. Rahmet. Assalamualaikum meşrep ehli. Aman nisammanni durab sattar çilib muqam itiman. Tunutman xalqimni alga cho'ng bo'lganda artist bo'laman. Men bu Gülçayni do'stimday tutdim. Assalomu alaykum meşrep ehli. Terbiyecim
anamga o'xshash sabiylarga bilim berman ilm fanga bog'lab aqida cho'ng bo'lganda ustoz bo'laman men bu gulchayni do'stim İsa'nı tuttu. Assalamu alaykum Meşrep ehli. Tirişmen, armayman, köplep bilim alıman, elvatanni qo'g'dashqa botir saqchi bo'laman. Aferin balalarım, aferin. Gerçi sizler küçük bo'lsanglarmi, irodanglar tog'dak büyük. Gerçi sizler küçük bo'lsanglarmi, ahlinglarga aferin. Texmi tirishinglar, texmi uguninglar. Vatani sizlarga muhtoj, kelgusi sizlarga mansub. Buvanglar Yusuf ve Mahmudlar sizlardan faxrlansin, sizlardan şatlansın. Dünya sizlardan faxrlansin. İlim, ma'rifat, adab, axloq sizlarga mangu hamroh bo'lsin. Qizlar sharmi, hayo, nazokatlik. O'g'illar mardona cho'ng bo'linglar. Sizlarga ko'z tegmasin balalarım. Sizlarga mangu ko'z tegmasin. 25-30 o'g'ilning bir kili bo'lgan Qaysarning dadisi Meşrep so'rniga boshlab keldi. Ruxsatmi? Ruxsat. Qaysar dadisilar kirsin. Assalomu alaykum Meşrep ahli. Va alaykum assalom. Men hammanglarning bu yerga jam bo'lib, Meşrep o'tkazayotganinglarni anglab, intayin xo'shal bo'ldim. Men o'g'lim Qaysarni har bir singlarning qatoridan o'rin olib, adab axloq o'rgansinmikin deb qatoringlarga elib keldim. Qabul qilasizlarmikin? Qanday qilmiz yigit beshi? Biz qilaylik. Nayt yaxshi o'ylabsiz. Ajdodlarimiz o'zining esil axloqi fazilati orqali jahon ahlini tan qoldirgan. Daraxtning go'zalligi yaproq bilan, insonning go'zalligi axloq bilan degandek, axloq inson ziddati, millatning jini. Meşrepning vazifasi mu siz aytgandek adab axloq tarbiyasi ep berish. Balangizni 30 o'g'il qatoridan qabul qildik. Meşrep ahliga biroz so'g'i ep kelgandi ha. Albatta. O'g'lim Meşrep ahliga atab bir numar tayyorlab kelgan. Ruxsatmikin? Ruxsat qilamdik yigit beshi. Numaringiz ruxsat qildik, qani marhamat. Qani amsa o'g'lim, Meşrep ahliga tayyorlab kelgan numaringni ko'rsatib, bir chang chiqarib aytgin ha.